Siz qanaqa bo'yadingiz deb mana shu ko'plar yozib so'rashuvdi, shuning uchun primo ko'rsataman. Bo'yanishingizdan oldin birinchi balzam surib olasizlar. Birinchi surib qo'yasizlar, keyin buyog'i makiyajlarni qilasizlar. Ungacha bitta qilib turadi. Makiyaj qilib bo'lganingizdan keyin uqachizga bundoq qolganlarni olib tashlaysizlar. Kelar qilib ketganda loylarni bundoq qo'yasizlar. O'zingizlar ishlatadigan pudradan rastetning farqi yo'q. Stoyki bo'lish uchun loylarni bundoq qo'yasizlar. Pro'risi qosh qalamini olamiz. Bunaqa jigara rangi bor. 1-2 marta ishlatilgan, shuning uchun normalniy ishlatib turaman. Qarayman, oq liniyasidan lavilarning oq liniyasi bor, o'shandan surasizlar. Chetlarini bir-biriga mana o'rtani qilib olgandan so'ng ulaymiz pastini ham. Bu yoqdan pastga emas, pastdan tepaga. Kontradan ochroq qalam olasizda, menda Miste 771 bor. Ichini to'ldirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, o'sha rastushevka bir xil rangda bo'ldi. Endi mana shunaqa sal to'qroq qalam olamiz. Menda Miste 767-nomeri bor. Mana shunaqa qizilroq bo'ladi. Ozgina. Qo'limdan rastushevka bilan surib olasiz.